100 million. Ya'ni bu korxona egasi tomonidan kiritilgan aktiv. Endi har doim ham pul yetmaydi. Unda kredit jalb qiladigan bo'lsak, bizda pulimiz 200 millionga oshdi, lekin uni manbasi nima? Kredit, bu majburiyat. Va bizda balans har doim bir xil ketadi. Demak, aktiv bu bizda nima bor? Ligini aks ettiradi, uzoq muddatli va joriy. Passiv esa bu aktiv qayerdan kelganini, xususiy kapital hisobiga yoki majburiyat hisobiga va balans har doim bir xil chiqishi kerak. Bu buxgalteriya hisobini buyuk formulasi, ya'ni aktiv barobar xususiy kapital plus majburiyat. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'ling va kuzatishni davom ettiring.